Assalomu alaykum, hurmatli musofirda yurgan akalarim, ukalarim. Yaxshimisizlar, tanijonlari sog'mi, omonmi? Mana sizlarga yana yangi vakansiya, yangi ish o'rinlari chiqarishdan biz charchamaymiz. Mana Allohga shukr, ana havo ham yaxshi bo'lib, mana chiroyli bo'lib keldi. Ana endi yuragida o'tib borlar, bemalol, sovuq deb bir xillari nima qilib o'tiradi. Bemalol ana kelishlaringiz mumkin. Bitovka sabirat qilishga mana ishimiz bor. Объемda eng arzoni 8200 rubl. Mana shunaqa bitovkalar taxlanadi mana bu yerda. Yurakda o'tib bor akalarim, ukalarim desa kelishlari mumkin. Svarkalik ishlar bu pol avtomatga, объемda pol avtomat. Объемda bemalol minimum shu bolalar ishlayapti 100 dan baland, 100, 120, 150, 140 har xil ishlab o'tiribdi endi. Ishiga qarab oladi bu yerda. Разный рабочий ishlar bor. Разный рабочий ishlar bor bu yerda. Разный рабочий smenasi 3000 rubldan. Разный рабочийlar nima ish qiladi? Mana shu kravat, ограждение varid qilinganlarni, mana shularni kraskalab, artib, shunaqa ishlarni qiladi. Xo'p. Sizlarga mana водительский vakansiya deb aytdik. Mana shu kecha prямой efirda ham nima qildik, gaplashdik. Водительскийga mana bu yerda o'zim mana nimasini qo'yaman. Bemalol vizit rasmini qo'yaman. Ikkita manipulyatorga bemalol kelishlaringiz mumkin. O'zbek pravasi o'tadimi deganlarga o'zbek pravasi o'tadi. Reysi 3000 rubldan. Xo'p, yana ikkita butkalik Honda'imiz bor. Unga faqat rossiyskiy prava kerak. Bu nimaki unga taxograf bor. Bemalol kelaman deganlar bo'lsa kelishlari mumkin. Karaga, bitta karashyolik, yana bitta karaga bizga karashi kerak. Mana rasmini qo'yib qo'yamiz. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Akalarim, ukalarim. Men nima demoqchiman? Xonalar haqida aytishadi. Xonalar bor bizga. Xonalar 3 ta yotoqxonamiz bor. 8000 rubligi bor, 5000 rubligi bor, 2000 rubligi bor. 8000 rubligi xudo aytganimdek hojatxonasi, dushi, kuxnyasi ichida akalarim, ukalarim. Yana bir iltimosim bor sizlardan. Meni ko'rayotgan bo'lsangizlar, prямо сразу подписка bo'lib qolamiz. Like, поделиться, obuna bo'lishni unutmaymiz. Sizlarga yangi vakansiya chiqarishni biz davom etamiz. Sizlarga foydali bo'lgan informatsiyani aytib boramiz. U uchun bizning kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Bu bizning kanalimizni rivojlanishiga juda katta hissa qo'shadi. Xo'p, akalarim, ukalarim, mana sizlarga burada hammasini aytib bo'ldim. Svarshik, bitovshik, разный рабочий. Ha, mebelchik ham kerak bizga, mebelchik. Agar mebelga tushunadigan agar bo'lsa agar bemalol oyligi 100 dan baland bo'ladi. U narsani primerni 100 dan baland bo'ladi. Yo'q, yana gaplashib berasizlar. Ular ham shu kerak. Mebelniga yurakda o'tib bor akalarim, ukalarim, bemalol kelishlaringiz mumkin akalarim, ukalarim. Yana sizlarga bir iltimosim bor. Nima deyman dedim. Granitsa xizmati ham bor. Mana bu yerda o'z vizitkasini qo'yib qo'yaman. Ana granitsa xizmati ismi Dima. Rossiya grajdanini, o'zbek fuqarosi Rossiya grajdanini tilga 100% javob beradi, yo'lga 100% javob beradi. Sizlarga bemalol shunday telefon qilasiz. Aka, Vafo musofirlar kanalidan telefon qilyapmiz desangiz, sizga chiroyli qilib skidkasi bilan etib keltiradi akalarim, ukalarim. Xo'p, ismi Dima. Sizni patentingiz bormi, yo'qmi, registratsiyangiz prasroshmi, reyestrga tushganmisiz, Zolotoy koronadan qarzingiz bormi, hech qizig'i yo'q. Shunday telefon qilasiz. Ismi Dima. Aka, Vafo musofirlar kanalidan telefon qilyapmiz. Akajon, bizga granitsaga borib kelishimiz kerak desangiz, 100% sizni etib ketiradi akalarim, ukalarim. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Aytgancha yana bir narsa aytish esimdan tushdi. Adresimiz Sholkiyskiy rayon, Pod Moskva, Sholkiyskiy rayon, Derevni Bogoslova. Rossiya territoriyasidan bo'lsa Pod Moskva patent bilan oladi. Prямо O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, qayerdan Tojikistondan bo'lsa ham prямо keladiganlarga patentiga, registratsiyasiga, barcha hujjatlariga ishxona yordam beradi. Telefon nomerlarini qo'yamiz. Tepadagisi mana boshlig'im nomeri, iloji bo'lsa o'shanga telefon qilib ish yuzasidan gaplashamiz. Tushunmaganingizda ikkinchi nomer pastdagi 3219 men nomerim. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.